так вообще супер. Здесь елочки, везде елочки, иголочки видно. Вообще mazza. Juda aniq sekin ehtiyot bo'lib tushish kerak. Sirpan joyga. Xitoylik bo'lsa mayda-mayda qadamda tushsa sirpanmaydi. Bitta aniq spets oyoq kiyim yaxshi. Oyoq kiyim bilan kelsa maza qilsin. Ketayotganim prosta yashash kerak bo'ldi. Rizq, taqdir hamma narsa Allohdan, Allohning mana bitgan bo'lsa shuni ko'ramiz. Nimaniki bizga afzallik bersa shuni olamiz. Переживать qilib, nimadirlar oldindan planlashtirib, nimadirlar qilib. Sizlar bilmaysizlar, Allohning plani nima? Sizlarga atalgan. Sizlar o'ylagan, sizlar qilgan plandan ko'ra zo'r narsa bo'lishi mumkin. Shuning uchun shuni qilib yozdim. Просто живи кайф. Hech nima o'ylamasdan, siqilmasdan, mazza qilib yashash kerak.